أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكس عند قبره بعد دفنه deydim. Keselni yo'qlashniki kitobidir bu dedim. Endi biz Riyozu Solihin degan mush kitobni o'qiyapmiz. Endi o'qib ana kasallarni yo'qlash. Ya'ni bir mu'min musulmon bo'lgan odam men og'rib qolgan bo'lsa, buni bir musulmondochilik yuzidan, endi tuqqandochilik yuzidan yo og'indochilik yuzidan o'chadi qildigan gap. Ama musulmondochilik yuzidan uni nima qilish kerak? Uni yo'qlash kerak. Men bu yo'qlashniki yuzi bu nima musulmon mu'minniki bir nimasi axloqi. Mesela bir odam og'rib qolsa, kar yo'q undaqcha bo'lmasdan. Va mayyitni o mayyitin dafn qilish, yeyish. Yani mayyitniki shay'an shay tashi sha yashiyo shay'an, yani yeyilib ketdi degan gap. Yeyish, yani o'lgan odam bo'lgan bo'lsa, o'lgan odamni yeyib, yani o'lgan yer shuk tutilmay, u o'lgan yerni ko'tarib olib, uni yuvib, uni tarab, uniki namozini tushirib, ko'tarib, qabristonni kovlab, qabriston dafn qilib, bu tashi, yani uni nima qildi? Oshkor qilgan bo'ldi, yani u haq uqtirib, mushtaqchoq qilgan bo'ldi endi. Bu nima deymiz uni? Tashi deymiz endi. Yoki oshkor qilgandan o'chaniki o'zida buningki o'zi nima qilish? Mayitga agishish desam bu bo'ladi. Mayitga agishish va mayitga namoz o'qish. Endi o'lgandan keyin u tashlab qo'ymaymiz, namoz o'qiymiz. Bu musulmonning ustidagi haqqi. Va mayitniki dafnisiga hozir bo'lish agar imkon bo'lsa va shu mayitniki qabristoniki qashida turish, şu meyitni dafn qilgandan keyin agar ish bo'lib qolgan bo'lsa, asl birga berib namoz o'qib, birga agishib, uni dafn qilib, duo qilib, ada qaytish bu nima yaxshi. Ammo undaq bo'lmay, o'chani o'zida jiddiy ish bo'lib qoldi, ya muhim ish bo'lib qolgan bo'lsa, yoki imkon bo'lmay ketib qoldi, o'chani o'zida bu nima emas, u majbur emas. Ya'ni bu undaq qilishning o'zi nima, u farz kifoya. Yani onun ma'lum bir daraja insonlar qolgan bo'lsa, o'chani o'zida u gardini qaz, o'chani o'zi tugaydi. Eğer o hemimiz kılmagan olsa hemimiz günahkar olur. Yani şu derecedeki neymi o işlendi bu. Muş doğruluk kitap. Bu doğruluk Peygamber neymi deydi o? Muş doğruluk neymi bu? Kitap bu deydi. Birinci hadis Bera ibn Azib radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılın dedi onu Bera. Buyurdu bizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keselni yo'qlashqa. Ada ya ido iadeten dedesi yandı degan gap, yani yeni birisi ada ya ido ya udus yandı ya ido olması iadet, yani acayip ya iyi oldu. Kesel yo'qlash. Yani bizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesel kishini yo'qlashqa buyurdi. Unda qilmanglar, va keselni shu yo'qlanglar. Kesel bo'lgan odam kesel vaqtni o'zida beg'ayrib sinib qoladi. Balvaq so'g'an bo'lsa-ma, yani uniki og'inlar oldu, tonishlar oldu. Bu adamlarning o'zi mushlar yo'qlab turishi kerak. Mana bu nima o sunnat. Buniki o'zida ba'zi ulamolar shuni oldingi darslarda ham dedi, farz kifoya deb mushlar nima qiladi, unga qaraydi. Yani sunnat kifoya deb atildi. Yana birisi qanday jinozaga agishishga. Yani bu yerga beriblar, o kesel olan adam eğer ölüp ketib qolgan bo'lsa, şu meyitninki işlerini qilish uchun davomli dafn qilishlik bo'lgan orliqda agishib, uning ishini qilishga buni nima qildi? Buyurdi. Ölüp ketib apirib tashlab qo'yib undaq cho'q qilmang deydi. Yana birisi dediki, tushko'ga odamga javob berish. Mana bu to'g'rida boshda oldiq darsimizda o'tdi. Yana birisi dediki, qasam qilingan narsaniki o'ziga vafo qilishga. Mana bir mu'min musulmon bo'lgan odam nimani qilaman desa, shu qildigan narsaniki o'ziga vafo qilish kerak. Bu mu'minlik nimasi bir aloyligi. U qasam qildimi, qilmadimi,
Eğer unda yaşagan bolsa, bu musulmondoshlikka ta'sir qiladi. Endi eğer vafo qilish vojib bo'lgan bo'lsa, vojib uni vafo qilish kerak. Eğer o vojib o uchanın o'zida vafo qilish u obdan bo'lmaydigan. Ya'ni shunda bir ish qasam qilib qo'ygan bo'lsa, u uchaniki o'zida men qasam qilib qo'ygandim deb obdan savob bo'lgan yaxshi ishni qilmay turmasdan o qasamini buzib kapparat berib o yaxshi ishni qilish kerak. Yani bu. Mesela vallahi billahi mesela aksiga ya singlisiga ya birodarga birasiga urushib gap qilmayman deb qasam qilibdi. Bu xato. Bo'libmi ota-onasi, aka-inalari, tuqqanlariga qilish eng og'ir gunoh. Undan boshqa yaqin haqiqiy yaxshi musulmonlarga men mu'min bo'lgan bo'lsa, unga nisbatan men gap qilmayman deyish u ham nima o xato. Unda o'g'ani nima qilish kerak? Og'iz chiqib ochiq tashab qolgan bo'lsa, men kapparat berib darhol qasamini buzib, uni o'zi gap qilib, o'sha qilish kerak. Ota-onasi tuqqanlar farz o'chanimizda. Va yana mazlumga yordam berishga. Ya'ni bir yerga muşta haqsiz bo'zaq qilingan, muşta bir kishi biyat bo'lib qolgan bo'lsa, biz uni bilgan bo'lsak, mana shu kishiga imkon bor, kuchimiz qayerga yetadi? Mana shu nemishni qilib bera olamiz, shu qilib bergan shu ishga asosan uni nima qilishimiz kerak? Yordam qilib, mana uningki ustidagi zulm qilingan, bo'zaq qilingan ishni yo'q qilishimiz kerak. Va doini bir da'vat qiluvchiga ijobat qilishga. Yani bir adam sizni chaqirgan bo'lsa, ya uyga yoki to'yga yoki bir narsaga chaqirgan bo'lsa, uni ijobat qiling. Shunga mushu to'g'riliq Payg'ambar alayhisolatu vasallamning 7-chi qolgandan keyin ulamolarimizni o'zi mushu da'vat bo'lib bu to'y masalasining o'ziga qichirib qolgan bo'lsa, berish farz deydi. Farzga odam bor. Agar mana shu so'rinniki o'zi mana nayt obdan yaxshi mushunda bir sorun bo'lsa farz, ammo o adam u yerga bassa unuğa kuch yetmaydi. Mesela xato ishlar bo'lib qoladi. Xato ishlar bo'lib qolgan vaqtida o adam tuzish imkoni yo'q, uni daxil bo'lib qoladi. U chanisi bamiz bo'ladi. O'zir. Yana birisiga buyurdi Payg'ambar sallam salomni oshkor qilishga. Meni oldin darsim o'tdi. Salom qilib qo'yish bir gap, salomni haq anglig'idak. Qarshi tarafidagi salom qilgan odam anglig'idak deyish u bir gap. Çünkü bunun paydası mena Peygamber sallam degandek nəhayət o'tirdi mehr muhabbet, bir-birisini yaxshi ko'rishdan iborat bo'lgan. Mana bu narsa har ikkala tarafga va uning boshqa odam bularga kirdi. Assalomu alaykum deb kirgandan keyin, voy, ma odam tuning urushib qopdiq, gaplashmaymiz deb bu salom qo'ydi ya, undan sonra billat odamniki ko'nglimi avtomatik holatda adovat, ya'ni o'shmanlik, achchiqlik deb yenib ketadi. Ya'ni hurmat asos bo'lganligi dinimizdan buni barpo qiladi. İkinci hadis Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna da cezme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bir Müslümanın üstündeki hakkı 5'tir. Yani başka rivayette 6'dır hem 7'dir de var. Birincisi salam verse onuğa cevap verir. Esselamu aleyküm dep cevap vergen tutulmay. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu dep onun kartı cevap verip onun ne kılış gerek? Ahval soraş gerek. Bu ahlak bu. Ve kesel adamni nima qilish? Yo'qlash. Jinozlarga nima qilish? Ergishish. Da'vatga ijobat qilish. Tush ko'rgan odamga javob berish. Mana bu bir musulmonning, yeni bir musulmonning ustidagi mana jamoat shaklidagi nimiz bu haqqi. Mana musulmon bilan aralashdi, voy bir yerda to'diq, tunish, bir yerda yashaymiz, xo'shlimiz, andaq bir yer, bir septiki adamlar, kişilerimiz ya bir cemaat, bir yerlik deyişkendekin derhal muş işine bir-birisiniki üstüge muşunda hak hukukunu ütüp kalıdı. Bunu ada qilmasak, uçan özüde bu yerde ben ağayn ettim, bir septaştım, bir yoldaştım, bir meslekteki, bir düşenlik insanlar diyenlik vücut çıkmaydı. Vücut çıkmaydı. Mesela ervelen ayan toy kılıştım burun, o kandaksı yaşasın meyli özüge düştük. Ama toy qilgandan keyin avtomatik holatda buning haqqi uning haqqi buni yutib qoladi. Shuningdek bir odam o'zi ayrim yaxshi birgan. Cho'l jazira ash bayovonda odamdan aralashmaydi dedi. Shundan aralashdimi? Aralashgandan keyin uniki buning ustiga haqqi uchun yutib qoladi. Mana bu hadis degandek Payg'ambar sallamniki bir-birisiniki ustidagi bo'lgan haqqi nima? Hadisga asosan 5.
Eğer muşundaq qılmagan bolsa, bir Müslüman yeni bir Müslümannınki üstüdeki haqqını bermegen boludu. Bunu da andikken insanlarniki mana nemisi ahvoli madinilişidir, madini. Yani resmi nim boludu uçan üzde insan boludu. Mana bu Müslümanlarniki cemiyeti muşundaq. Ama başka ya qarab baqıra. Mesela uya bir yerde ülüp kalsın, karı yok, ülüp kalsın 4-5 gün okuduğun takdirde yana ki hükümetin adamları gibi. Ama kolu hoş okumayalım. Bunda bir cemiyette yaşananlığını görüyoruz. Hem anlavatımız. Bu İslam dinimizdeki ahlaka hiç kadar bir tarafın nimemesi o uyguncu emez. Üçüncüdüz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Ebu Hureyre. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezmen Allah azze ve cel deydu kıyamet günü. Ey İbn Adem, ey Adem balısı, kesel oldum, pes, kesel oldum, onundaki sen beni yoklamudun, deydi. Digendeki bu Adem deydi ki, ya Rabbi, usul kandak yoklayın ben seni. Vallahi ki sizden alemlerdeki Rabbi ilgisi tutsalar, ben seni kandak yoklayın bir mehluk, bir bendi tutsa, deydi. Digendeki deydi Allah Teala, ama alimte enne abdi pulanın merize pelem ta'udduhu. Ama alimte enneke la uttahu la vecetteni bindehu. Aya bilmem sen. Şunu ki cezmem meninki bendem. Yani bana mensup olan. Yani bana mensup olan benim kim o? Benim emre pervalarım deydi. Erkekli takva muttaki olan kişi. Benim bendemki palan idi. Bana mensup olan palanı bendem keselup kaldı mesma. Sen onu ne mukam edeyin? Yoklamudun. Aya bilmem sen şunu ki cezmen eğer o Adem'ni yoklagan bolsan idin. Cezmen taptın sen beni şu Adem'ninki kışır taptın. Bunu bilmem sen. Kesel yoklasa kandak savap olduğunu. Allah Teala o Adem'e kandak işlerindeki her berketlik berdiğini sen bilmem sen. Benim şu kesel yoklaştığın üzü bu bir Adem'de Allah Teala yaxşı yüzüge mensup olan bir müminniki kesilip qalğanın üzü meni yokladı dep öz oruncu kuyuvadı. Yani demek İslam dininde kesel yoqlaşdaki ne kadar katta bir iş ve savap ikenligi hatta bu hadiste Peygamber Allah Teala yüzüne şu keselin orunu kuyup divadı demdi. Meni keselin orunu urup qoyğandan eğer keselini yoqlap açta qısak şu keselin yoqlaşdığın sebebiyle biz nemini irade qısak şu canın yüzüde Allah Teala bizga şu narsa uchun berdi. Yani men şu yerda degan gap shu yordam qilaman. Nima desanlar shuniki sababilar degan gap. Yani ba'siz beradigan gap ba'misi uchun yo'q. Hey odam bolasi, yemek verishni talab qildim men sendan, sen menga yemek vermeding deydi. Degandagi deydi o odam bolasi, ya Rabbi, men sizga qanday yemek beraman? Vaolki sizlar Rabbninki, yani olamlarniki Rabbi tuslar deydi. Digendeki Allah Teala deydi. Aya bilmemse şunu ki cezmen mene şen sendin meninki ma mensup boğan palanı bendem sendi yemek talep kıldı. Yemek talep kıldı. Men aç kaldım, müştaklım kaldım dedi. Digendeki sen onu yemek vermedin emes mi? Aya bilmemsen cezmensen eğer men o Adem'e yemek bergen bolsan cezmen mene her aynı taptın bu işinki üzerine menin kaşım taptın. Sen Adem'e belge yemeğinki üzerine ma şu yalakı aşını menin kaşım tapsan ki Adem belge nesin ben sana yine ornuğa netçe sıkmışlar bereket için ne kadar ben onuğa bertim emes mi? Ne şuna her kandak bir yaxşılık sadaka kemik ketmeydi onunki ornuğa Allah Teala ne bakıldı netçesi berdi diyen nime yedisi var. Men müşündeydim. Hey İbn Adem, su talep kıldım ben sendin. Vay usap kettim su vesile dedim. Lekin sen bana suçu beğenmedin. Digendeki deydi bu Adem, ya Rabbi, ben size kandak, ben size su veremem, su veremem. Vaad ol ki size alemlerin ilgisi tutsular. Rabbi tutsular deydi. Digendeki deydi Allah Teala, meninki palanı bendem sendin su talep kıldı. O bendemge ne makam edin? Su vermedin. Agavol, cezmen sen eğer şu bendemge şu dünyada ne kalsan, şu dünyada su bergen bolsan idin, her aynı taptın bu su bergenliği savap ve ecrini benim karşım lazım bir yerde.
Yani yukarıki ailesini şundak desem oldu yani. Şu yemekni belge yemeğininki mükafatı benim kaşım lazım şey taptım. Ben meşede hazırma dünyada yesen yok sot meydanının üzerinde. Ben onu katta ben sana müştak verdim. Deyip beni Allah Teala müştak deydi. Beni bu hadisi İmam Müslim rivayet kıldı. Yani demek ben muşu hadis kasasen bulup mu garip miskinlerge aş kalgan, yemeksiz kalgan, mene muşu kişilerinki üzge yetimlarga muştak yardım berişniki ne kadar katı savıp ekanligi. Mene ulaga biz muşu dünyada kolumuz kelişik kısak yardımın üzerine bununki ecrini, bununki mukafatını mene Allah'ın dergahideki o dünyadan kılıkenmeyiz bildiken. Bu dünyada Allah Teala bizim için verdikken hem bunu tabi dikemiz. O dünyada işimiz obdan olsun desek, uçağımızda bu dünyada bu işini kesel yoklasak, yani yaxşı işler olsun kısak, muşundak aş kalgan, yetim yeser, tul ayallar, mühtaç, aciz ayallara imkan bada muşundak yardımcı kıttırışımız gerek. Yani bu Müslümanlık yeni bir Müslümanlık üstüdeki nimesi o hakkı. Ben nimeti meniki tapkınım özlemike dep kapitalist ve onunki nimeleri olan bunda naçar insanlarını koydu olsa çok olmaydı. Menli bolsam boldu onun karım yok dep. Dünyanın hazır açtak kodu doğan de. Biz o İslam dinimiz onu çok vurmaydı. 4. hadis. Ebu Musa radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ebu Musa. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Udul merize. Kesellerine demek kanalına yoklanma buyurkan. Ve aç kağa adam yemek verenler. Ve esirlik çıpkağa adam olsa onu azat kılanlar. De Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müştakçı dedi. Meni bu ise İmam Bukhari rivayet kıldı. El-ani degen, el-esir degen gibi. Hem de yeni bu hadiste kesel yoklaştaki hakkı dedi yukarı hadiste manada buyruk kıldı. Şu Müslüman üstüne dediğimiz var. Biz Müslüman bulup oymada yaşayımız, andakın bir hakkımız var. Yani hakkı bir ütüp alıyordu. Mesela aşk kalgan olsa ya karımız yok, onda yürüyüşkü bulmaydı. Ve ondan başka mesela esir çıkıp kaldı. Kapırlarının kolu da turmuşsa, mesela esir çıkıp kalgan olsa onu kurtulduruşumuz çok gerek. Kurtulduruşumuz gerek. Bir bu kurtuluşun üzeri şu adamdaki kalan Müslümanların üstündeki nemisi o hakkı. Eğer şu kurtuluş imkanımız batırılığın. Mene şerait batırılığın eğer o işini kılmasa uçan üzerinde çok günahkar olurdu. Ama o imkan yok. Ya ki gücümüz yetmeydi, ya pulumuz yok, ya hukukumuz yok, ya biraz yetmeydi. Mene onu karta kanda kılımız uyardığını, o kişideki hakkıda dua çok kılımız. Kolumuzu gelen oluşuyor. 5. hadis. Savban radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Men bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldı dedi Peygamberimiz. Cezmen Müslüman bir adam kaçaniki yoklusa üzniki Müslüman biraderini hemişe oludu. Men o adam cennetninki küzü terilgan meyvesinin içinde oludu. Hatta ki o adam ne kılay kaytkay deydi. Yani bunda mukafat var. Yani bir adam bir kesel yokluğun bolsa şu Müslüman biraderini men şu adam yoklap uydu kelgen kadar goya cennetlik içideki meyvesini terip yap kılganın içinde oludu. Yani bununki savabı cennetteki meyvelerini nimetini çıkarak hiç nime o sebep oldu dendi. Mukafat uyadı oldu. Değildi ya Resulullah cennetteki hurp sinimi. Hem de hurp diye gap, harp diye gap, jigdi diye gap, harape yakıp topladı diye gap, meyvelerini toplaganın üzeri harp deydi. Bu yerde harip diye gap, küz diye gap. Küz vakti üzerinde meyvelerini toplaydıgan gap, şuna harip diye gap. Bu adamda hurpat degendeyken toplaş diye gap. Bu adam biz meyve dedik. Degende dedip alsan cenaha. Yani cennetten meyveleri. Yani terdiğin meyveleri dep müştakçı tefsir. Badi deydi. 6. hadis. Ali radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi. Ağladım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den deydi. Mene yok hiç kadar bir Müslümandaki ya yoklaydı bir Müslümanı sizde etdigende bir Müslüman yoklayan bir kişi yok. Eğer olsa mene dua kıptırdı şu adamge 70 bin pirişte hatta ki keş kılay. Ve eğer yoklasa o adam şu kesilip kalan adamını mene keşte yoklayan olsa mene dua kıptırdı
şu adamga 70 ming firishta hattoki tavat to'g'ay. Va bo'ldi shu adam uchun shu yo'qlig'iga binoan mana bir meva berdi jannatda. Jannatda bir mevchu bo'ldi deydi. Manda mukofot bor deydi. Kasal yo'qlashni. Men bu esa Imom Turmiziy rivoyat qildi dedi. Imom Turmiziy hadis hasan dedi. Xayrib degan ya'ni terildigan meva. Terildigan nima? Meva. Uni deymiz uni xayrib deb ataladi. 7-ci hadis. Anas roziyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Anas. Bir Yahudi bir o'g'il bola Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga xizmat qildi. Xizmat qildi bu adam og'rib bu bola og'rib qoldi deydi. Og'rib qolgandan keyin u kishining Peygamberimiz o balani qishqa Peygamberimiz mana keldi holatiki yo'qlaydi. Shu bilan yo'qlab keldi deydi. Yo'qlab kelgandan keyin o'ltirdi Peygamberimiz shu Yahudi balaniki men beshinchi o'ltirdi. O'ltirib Peygamberimiz o adam balık dedi ki Müslüman bo'l dedi. Müslüman bo'l degandan keyin bu balaning o'zi Peygamber o'zining otasi qarabdi. Vaano'ki otasi shu balaniki qishidi ekan. Debdi bu otasi. Abal Qasım bu itaat qil debdi. Şuna bu bala Müslüman bo'ldi. Müslüman bo'lganda chiqdi Peygamberimiz chiqdi. Vaano'ki Peygamberimiz deydi: "Elhamdülillahi'llezî enqazahu minan nar." Hamd mena Alloh bo'lsin ki bu Allah o balını dözakta kutuldu dedi. Mena dözakta kutulduğun Allah hamd olsun deb öyle vaxtdaki üzüde a bala ben Müslüman boldum deb eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah deyişinden bu bala cennet kirdi mene. Cennet kirdi. Yani demek cennetke kiriştiğin asas sebep neymi? Müslüman yani mümin buluş. Bu mümin bulurken günah İşte hata bir işte kasımı ma'lum müddet eğer Allah Teala apuqan bolsa yoki haqqini verib bu adam ma dunyo bergan bolsa o uchun o'zida dozaqchi kirmaydi. Eğer unda bo'lmagan bolsa anikin Allah o'z xohlagan muddatda qanchalik ko'ydirdi cennet dozaqni ichida qurib andagi jannatga chiqadi. Bizning e'tiqodimiz shu mustaq edisi var. O bir gunoh qilib bo'lgan sababdan o dozaq bir murtad bo'ldi deb undaqsa bir tarafdan ko'z qarash. Babu mayuda bihi lil marizi. Meni bu bilemesin babiki dua kılındı o narsa bilen kesel için. Yani keselni yo'qlab bardik. Kesel için yo'qlab bargan vaqti o'zida biz nima deb dua qilamiz? Men mushun uchlik bak. Birinchi, Ayşe roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shuna deb jazma Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam berdi, qachoniki shikoyat qilib bir inson bir şeyidin şu insandan bir şeyden bir insan bir şikayet qilibdi. O'zim ya peşim ağrıdı ya qo'lim ağrıdı vay be ya desa yoki bo'lsa bir jiring bo'lsa yoki bir jarohat topdi bedenida. Shuna bo'lsa deydi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'ziniki barmog'i bilan meni mushundoq deb qo'ydi Sufyan Uyayna ki hadis rivoyat qilgan o'ziniki ishorat barmog'ini ziminga qo'yib andaki bu barmağını Peygamber mümkün kötürttü. Ve deydi. O da koyup barmağını anı kötürüp Bismillahi turbetu erdine. Bürikati ba'dina yushba bihi sakimuna biizni Rabbina diyen bir muşu duanı koydu. Allah'ın ismiyle her kanda işini başlayayım. Mene bizim zeminimizdeki topi, mene bizdeki bazımızdaki nemi bilen bizdeki bazımızın tükürüğü bilen mene şapa tapılını da şu tükürük bilen bizdeki kesilimiz Allah'ınki bizim Rabbimizdeki izni bilen de müştahnimi kıldı. Müşü duanı çok koydu deydim. Yani bu yada turbetu ba'duna diyen gap ninki üze bu yani turbetu bazı diyen bazı turbetu ba'duna diyen gap. Yani bu bizim zeminimizdeki bazıdır. Bizim zeminimizin topudur diyen gap. Kesel yok beden. Yani beden diyen gap. Beden nasıl nimeden keldi o yiyen nasıl topudan çıkıyordu. Topudan vasıta arkalık mışındak yemek içmen yiyiş arkalık bu yerde kelgen durdu. Dur diyen gap. Yani beden ne demek ki. Bizdeki bazımızdaki tükürüğü bilen mene o tükürüğün sebebiyle bizim Rabbimizin izniyle o kesen ne oldu şifa tapıdı dep mene
elhamdini yoki deyli hozir davrning o'zida. Mesela Ayetel Kursi'ni, Sure İhlas'ni, Kul Auzu Birabbin Nas, Kul Auzu Birabbin Falaq ne onun başka eğer bilsek Peygamberimiz degandek aş duanı okup tövbendi keldi. Men muşundaq çok qilishimiz çok kerak. Muşundaq qilsak nima qilib saqaydi. İkinci hadis. Yine Ayşe radhiyallohu anha rivayet qilindi shunda deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir tun yo'qlaydi o'ziniki ba'zi ahlini yo'qlaydi og'rib qolgan vaqtda o'zida. Odatiki silaydi o'ziniki o'ng qo'li bilan silab deytiki Allahümme Rabbin nas azibil bas işfi ente şafi la şifa illa şifauke şifaen deb mush gapni uchun deydi. Ey Allah, hey Rabb, insonlarning Rabbi, bu qattiqchiligini bu qarindishimizni ketkizib at. Meni shifo ver. Sen bo'lsang faqat shifo berguvchi sen. Yo'q shifo senden seninki saqay shifo berishdan boshqa hech qanday shifo yo'q. Deb men mushundaq nima qildi deydi. La yugadiru saqmin. Meni bu dua meni hech qanday bir kasallikni qo'ymaydi deydi. Meni şundan Peygamberimiz duanı qilgan dekanda darhol men o balniki o adamniki o'zi kasaldan saqibli chu ketdi deydi. Ya'ni biz men mushu duani o'qish orqali qanday qilsa o'shanizda mush duani o'qisak inshaalloh rasmiy ishlatib mush duani kasal adam o'qisak saqib ketadi. Mana 3-chi hadis Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi shunda deb jazman Enes radhiyallohu ta'ala dedi sabit rahimahullohga Ala urqike ruqyete Resulullah. Aya deb qo'ymayman men sana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki deb o'qigan bir ruqyasi bor. Ya'ni dua kasal o'qiydigan. Men mushuni men deb qo'ymaymanmi? Men sana og'rib ketsan hozir men sana shuni deb qo'ymaymanmi? Dedi. Degandan keyin bu sabit dedik o ay shundoq qilsa dedi. Degan dedi bu Enes Allahümme Rabbin nas musibil bas işfi ente şafi la şifaen illa ente şifaun la yugadir sakmen degan ay yuqorqi hadis rivoyat qoidasi shu o'qidi. Men mushni o'qisam sen de kasal ketdi dedi. Men mush duoni shu o'qishimiz kerak kasal agar yod edib imkon bo'lsa. Bunun yodini bilamisak arabçadagi o'zini uniki ma'nosini o'qib ashundaq Uyg'urcha mana ashuna o'qib duo qilsak inshaalloh bu resmi işimiz gerek bununla. Sa'd ibn Ebi Vakkas radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan dedi o Sa'd yo'qlab kelgan edi meni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yo'qlab kelgan edi. Yo'qlab kelib dediki Peygamber Allohumma shfi Sa'dan. Ey Allah Sa'dga shifo ver. Ey Allah Sa'dga shifo ver. Ey Allah Sa'dga shifo ver deb qo'ygan degan dedi. Mushuk qissa bo'ldi dedi. 5-chi hadis. Abi Abdullah Osman ibn Abil As Yine radhiyallohu ta'ala anhudan rivayet kılındı. Cazmen bu adam yani şikayet kıldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge bir ağırlıkniki tapıdı bu adam bu ağırlığın üzün cesedide. Üzün bedeni de tapkan bir ağırlığını Peygamberimiz şikayet kıldı. Şikayet kıldığındaki Peygamberimiz onu dedi ki za yedek koygun sensin kolunu seninki cisminden beni ağırlık tapkan yergi çok koy. Ve de Bismillahi degan gapni 3 qatada qo'yib bismillah de va de yana 7 qata a'uzu bizzatillahi va qudrati min sharri ma ajidu va uhaziru deb men mushtaqchu degan deb payg'ambar alayhisolatu vassalam men mushtaq nima qildi dedi deydi. Yani bu yerde Bismillah deb üçünü Xitoyda ekemiz. Ondan keyin a'uzu. Ey Allah pana talep qilib sig'inib men sizga. Allah sig'inib men Allohning izzati bilan, Allohning qudrati bilan bir namasniki yomonligidagi topaman va unida nima qilaman? Meni hazar aylaydi. Hazar aylitiman. Buni qilchoq qildirman deb mush duoni cho'q qildi deydi. 6-chi hadis İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıldı dedi Peygamberimiz bir adamiki yo'qolsa bir kasallik ki hazır bo'lmabdi buniki ajri tehi hazır bo'lmagan bir kasallikni qilibdi yo'qlabdi.
yo'qlab debdi. Mana o adam şu kasallik qilishda 7 qata. Es'alullohal azime rabbal arshil azim ey yashfiyaka illa apa. Es'alulloha rabbal arshil azim degan. Meni mushu gapni meni ey yashfiyak deb mushtaqchu debdi. Deb meni mushunda deydigan mushtaq bir adam yo'q. Megani bo'lsa meni xotirjam qildi, ofiyat qildi o kishini Alloh taolo shu kasaldi. Dedi deydi. Meni so'rayman, meni buyuk Allohdinki o arsh azimniki egisi bo'lgan buyuk Allohdan so'rayman, shuki u Alloh sana shifo qilsin, shifolik bersin deb mushni so'rayman degan gap. Meni mushu duoni qilsak Alloh taolo jazman bu qarindishimizni shu bor kasalning o'zini qoldirib saqaytiradi. Biz mush duoni qilishimiz kerak. Bu nima o tibbun nabaviy deydi. Endi bu ashtaq bo'lamdi, bo'ladi. Endi bunuga ba'zi odamlarning o'zi mushtaq gapga nima qilmaydi, unmaydi. Buni aql qabul qilmaydi. Sening aqling zot qabul qilmaydi. Agar aqling qabul qilgan bo'lsa, o'shan ishing bundaqcha bo'lmaydi. Biz nima qilamiz? Diniy jihatdan va aqliy jihatning o'zidan bizniki aqlimiz buni uchun qabul qiladi. Jazman endi o'qidik bo'lmadi. O'qidik bo'lmaganning o'zidan hech qanday vaqtimizda bu hadisdagi o'zi yolg'on yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demagan, undaq emas. Bu bo'lmaganning o'zidan o'zimizni buluqliq. Mana buningda neticede değildi şu adamın duası, ibadet ve kaza kilaskerehniki üzeriniki men icabet olup aynen şundak buluşniki bir min şartlarının içinden şu adamın yemek içmek mena haramdan saklanışı bu adam haram masiyat işlerden özünü çok saklanışı gerek. O adam pakiz boğançanın üzerinde andaki pakiz bedendeki üzeri çıkan şu avaz şu duanınki üzeri andaki bu resmi tesir kılıdır. İnna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiben. İleyhi yasadu kelimut tayyib degan nima mana oyat shu bor. Men shu sababidan u paskın narsa apirib o qon bilan u o'rilmaydi. U xalqning haqqini yevasa, yeni gunoh qilib tillavasa, haqorat qilsa, kamsitsa, yeni bo'zaq qilsa, yeni g'ayvat shikoyat qilsa bu odamniki butkul vujudi nim bo'lamol paskina. Paskin bir odamning nimasi u odam bir yag'on qabul qiladi, qilmaydi. Endi bununki o'zini qabul qilishi chunki butkul mavjudotniki o'zi Allohniki nemisi u mulki. Shuningdek kasalma Allohniki yaratgan bir nemisi mahluqi. Shuningdek mana hamma narsa bir qaysi kasal olsun Alloh yaratgan bir kasal. U Allohniki nemisi u mulki. Anda o'niki Allohniki mulk bo'lgandan Allohniki eng yaqin kishisi bo'lgan payg'ambarniki gapiga ergishib biz shunga bo'yincha qilsak o'shan o'zida nima qilgan bo'lamiz? Ya'ni Allohning buyruq ma'qulgan bo'lamiz. Allohning degani bo'yincha qilgan bo'lgandan u hamma narsa Allohning mulk bo'lgandan Alloh quvvasi bo'ladi. Buni ishonchimiz shu. Yani aqliy tarafdan. Iymoniy tarafdan payg'ambar tarixda bo'lgan hech qanday vaqt o'zini qilmagan, yolg'onchi gap qilmagan. Undan boshqa bu hadisdagi o'zi Imom Abu Dawud va Tirmizi rivoyat qilgan. Bu hadis rost, uni sahihlikda hech qanday nima yo'q unda. Imom Hakim Mustadrakniki o'zida mana Imom Buxoriyning shartiga banoan bu shartiga tushidi bu sahih hadis degan. Unda bu hadis nima u rost diniy tarafdan. Hech qanday chatashlik yo'q. Endi bo'lmadi. Bo'lmaganlik shartga aviyat deganimizda tushishimiz kerak. Yine İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Shunada jazma payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirdi bir Arabi, bir saralik, bir Arabning qishg'iki uni yo'qlaydi. Va berti payg'ambarsan qachoniki bir kirsa, unda bir kishiki kasal yo'qlaydi. Kasal yo'qlagan odamning qishg'i payg'ambarsan kirib qolsa deydi, la ba'sa deb qo'ydi. Hech qanday sabah yo'qkan. Ubdankallah tahurun inshaalloh. Men bu kasalning o'zi pokizlikdir. Agar xolis Alloh taolo deydi. Nima uchun pokizlik deymiz? Shunga boshqa hadisning o'zida meni Alloh taolo o'ziniki yaxshi ko'rgan mu'minniki o'zini meni kasal qiladi, har xil kasal qilib, kasal ofat, shunday qiyinchilik hamsi eng yaqin odam bo'ladi. Eng boshqa kim bo'ldi? Payg'ambar bo'ladi. Shunday odamni qaqshitib, kasal qilib, ashta qilish orqali bu odamniki o'zini Alloh taolo pokiz qilib o'duna olib ketadi degan mazmunda nima hadis bor. Yani
Pakiz qiludi ma kasalning o'zi u odamda degani shu. Chunki u odam haqiqiy mu'min musulmon bo'lganda kasal bo'lganda davomli aslaydi. Davomli Allohga yalindi, istig'for etadi. Meni ajrim yaqishib qoldi, yaqilishib qoldimi deb u odam tövbe qiladi. Shunga bu odam shu qilish orqali dunyoda pakiz bo'ladigan gap. Mana bu. 8-hadis. Abi Said al-Khudri radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shunday jazman Jibril alayhissalom keldi, payg'ambar qarshi keldi. Peygamber Aleyhisselam karşı gelip ya dedi Cibril, ya Muhammed sen şikayet kıvatam sen ağırıp kaldın mı dedi. Digendik Peygamber dedi dedi. Digendik dedi Cibril Bismillahi erkik dedi. Bismillahi erkike min kulli şeyin yuzike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşbike Bismillahi erkike de müşkepni depti. Mine Kesen yo'qqa vaqt o'zida mana deydigan duo jiq bo'ldi ham shuning ichida qoni bilsak imkon bor shuni yod etib deyishimiz kerak. Bu bir nima sunnat. Allohniki ismi bilan sana nima qilaman? Mana ruku'ga qo'yman, ya'ni suhdayman. Har qanday shay'idiki u sana nima berdi, azar berdi. Har qanday nafsining yomonligidan yoki hasad qiluvchiniki ko'zniki yomonligidan men seni nima qilaman? Rukuy o'qib shuni saqlashni Allohdan tilab qilaman. Alloh senga shifo beradi. Men Allohniki ismi bilan senga nima qilaman? Rukuy o'qiyman. Ya'ni oyat, hadis, shu duoni shu o'qiyman sana deydi. Endi ruqya degan gap, ya'ni bir oyatni o'qish orqali shu ma'nosini biladigan, men Qur'ondagi oyat payg'ambar deb bergan ma'nosini biladigan hadisdagi shu narsani deyish orqali o'qib qolganning o'zini ruqya deydi. Bu durust. Bu nima durust? Ammo uniki ma'nosini o'qilinmaydigan, men xato bir shaklda ashtan deydigan bir narsa o'qib qolgan bo'lsa, masalan, baxshilarniki, masalan, qari kitoblarniki unda o'qib durust emas. Bu nima u? Xato. 9-hadis. Abi Said al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhu Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi. Shunday jazma bu ishkaydan. Mana shohid bo'ldi, payg'ambarniki qishida shohid bo'ldi. Shuni shohid bo'ldiki, payg'ambar dedi: bir kishiki desa la ilaha illallohu vallohu akbar degan bo'lsa, mana saddaqahu rabbuhu. Mana mana bir kishiki la ilaha illallohu vallohu akbar degan bo'lsa, men u kishiniki o'ziga u kishining Rabbi tasdiq qilibdi. Ya'ni bu odam tasdiq qildi degandan bu odamniki osh gapni deyishda ma'nosini bilib, tushunib, rasmiy qalbida xolis niyatda debdi degan. Degan bo'lsa, mana deydi. Allah la ilaha illa ana va ana akbar deydi. Mendan boshqa hech qanday bir iloh yo'q. Men bo'lsam buyukdirman deydi. Va qachoniki desa u banda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu desa deydi Alloh taolo deydi. Dedi shu payg'ambar deydi Alloh taolo la ilaha illa ana vahdi la sharika li. Yo'q, mendan boshqa hech qanday bir iloh yo'q. Men yolg'iz bo'lgan holatda. Men uchun hech qanday shirikchi yo'q deydi. Va qachoniki men u bandaning o'zi la ilaha illallohu lahul mulku va lahul hamdu desa, u chon o'zida deydi, men Alloh taolo nima deydi? La ilaha illa ana liyal hamdu va liyal mulku deydi. Mendan boshqa hech qanday bir iloh yo'q. Men uchundir bütün maqtashning hammasi menga xos. Meniki o deydi. Chunki har narsaniki maqtilishga sebep bo'lgan sifat, axloq, badan qo'nishi va kaza davomlashga yaxshi bo'lgan hammasi men bergan bo'lgan. Unda uni kimga loyiq ekan bu? Menga loyiq. Meniki deydi. Men uchundir mulk. Butkul koinot mavjudotniki iqtidorchilik mening deydi. Mayli tog' olsun, quyosh olsun, planet olsun, mayli zamin olsun, tog' olsun, mayli uy olsun, mayli jini bedenimiz olsun, mayli telefon hammaniki egisi mohiyati kimning? Allohning. Va qachoniki desa bir banda la ilaha illalloh va la havla va la quwwata illa billah desa, deydi Alloh taolo, mana mendan boshqa hech qanday bir iloh yo'q. Mana mendan boshqa hech qanday bir yo'tkilish va kuchchi yo'q. Bir narsaniki, har qanday bir narsaniki kichkina bilan yo'tkilishi. Yo ba'nasini kuch vakildan mushtaq bo'lishini tatib hammasi men bergan narsa u.
men shu narsaning o'ziga yo'tkiladigan va u binasining ustidan g'olib keladigan kuch binasining ko'rishini kim bergan? Men bergan. Men bermasam u qila olamda, qila olmaydi. Va berdi deydi. Deydi peygambersam va berdi peygambersam deydi. Bir adamiki degan bo'lsa, bu adam shu yuqorgi zikr tasbihini o'ziniki kesiladi. Ondan keyin o'lib ketgan bo'lsa, bu adam mana u adamni ot yemaydi. Ya'ni do'zaxga qat'iy nima qilmaydi, kirmaydi deb men payg'ambar mushtachu degan deydi. Men bo'lsa Imom Turmizi rivoyat qildi. Va dedi Imom Turmizi hadis hasan dedi. Unda o'g'an ekan, men mushu zikr tasbihini o'qisak, u chog'imizda nima bo'ladi ekan? Men mushunda katta ajr bo'ladi ekan. Men mushunga tushunib, mush bo'yicha desak, men shu kasal vafot etib ketsak, biz do'zaxga kirmaymiz. Bu haq. Babu sehbabi suali ehli merizi an halihi. Mene kesel kişiniki ehlidin so'rashniki musab ekanligini babudur shu kasalniki ahvolini. Mene kesel kişiniki balvaqil olgan bo'lsa, men shu kesel kişiniki shu balvaqil kasalning ahvolini so'rab turish nima u bir musab. Kasalni yo'qlash bir musab. Kasalni yo'qlab turish. Undan boshqa yo'qlab turib vaqtiga bara qilamasak, o adamda bir gap so'rab qolamasak, uni tuqqanlari, balvaqili, ayollari va kaza mushu tuqqanlaridan mushta ahvol so'rab qanday qaraq o qarindishimiz obdanmi deb mushta qilish umi bir sunnatdandir. Umi yaxshi bir ish. Birinchi hadis. İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi, shuna jazman Ali ibn Abi Talib radhiyallohu ta'ala anhu chiqdi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamninki qishidan chiqdi. O'ziniki kesilidagi payg'ambar kesi vafot topdi. Payg'ambar o'lib ketgan kesidan mana Ali radhiyallohu ta'ala shunday chiqibdi ekan. Chiqqanlik dedi adamlar. Ya Abul Hasan qandoq tanatdi payg'ambar degandiki dedi. Ali radhiyallohu ta'ala kuniti Abul Hasan ekan, chunki Hasan o'g'li bo'lgandan Hasan otasi degan gap. Payg'ambarning ahvoli qandoq? Kechida yo qanday qaraq o'tkazdi degandek dedi. Ali radhiyallohu ta'ala asbaha bihamdillahi bari'an dedi. Mana tanatdi payg'ambar Allohga hamd bilan, ya'ni Allohga hamd etish bilan men deymanki, mana nima yurildi? Pokiz yurildi. Bar yani saqib ketdi dedi. Yani demak, mushu adam kasal ashtaq bo'lsin payg'ambar balkim shu vaqt o'tsa, ubda bo'lgan vaqt o'shaydi. Degandek mush gap deb qo'yish kerak. Xalqning ko'nglini xotirjam qilish. Ubdan yaxshi turdi deb mushtachu deb qo'yish kerak. Chunki muhim adam bo'lgandan keyin o'sha o'zi xalqni bak aloqzada yo g'am cho'q qiladigan ekan. Unda cho'q qilmaslik kerak. Mana bu musulmonniki nemisi bu odob, axloqidan nima u iborat bo'lgan, shu narsa shu deydi. Babu ma yaquluhu men aysa min hayati. Bu bilmesin babiki deydi onu anda bir kişiki namit oldu özününki hayat geçirdi. Hem hayat geçirdi namit olup hem de ölüp getirme dep sakarat tutuğa vakti özüde nemi deydi. Men muştun üstündeki nemi o bak. Ayşe radhiyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Ayşe. Anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den vaadolku o Peygamber'den mal yölerini geçirdi. Yani şu ölüp getirdiğin kesenin özüde deydi Peygamber'den. Allahümme gfirli varhamni ve aliqni bir rafiqil a'la deb men mush duoni shu qildi. Amma yo'linib payg'ambarsam ashanat ig'ir ahvolda qilib, shuna payg'ambarsam eng oxirida anidikin ma duoni qilgan. Ey Alloh, men uchun mag'firat qilsan, men rahim qilsan, meni eng ustunki olamdagi kishilarga meni qo'shsana. Ya'ni yuqorgi olamdagi kishilar kim? Peygamber ve peygamberler. Yani yukarı kattaki asmandaki her kat asmanda ben peygamberler var. Hem bunun üstüne ima peşte var. Benim şunu katar kuşvasla deb muştaçu dedi. Peygamber yüzün hayatın ahırda vefat edip ketkeninde muştaq kılan. Ondan o an kim bir adam muştaq birini sezgen bolsa men muştaq nime kılsın, dua kılsın deydi. Yine Ayşem'de rivayet kılındı. Dedi Ayşem, köydüme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni köydüm vaad ol ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ölüp kalay deganiydi. Yani ölümün üstü dedi. Ve Peygamber sallallahu karşıda bir kaçıvatı ki o kaçı su var idi. Ve o ki Peygamber sallallahu kırgızıvadı yüzünü kolunu kaçığa kırgızıvadı. Andakin yüzünü suyla silavadı.
Bunu gördüm. Su kızıp açtık. Kesel oldu iken ahırda. Andaki deydi Peygamber. İyi Allah yardım versin bana. Mene ölüm sekaratlarınınki üstüden galibe kılışkan bana yardım versin. Ve sekaratul mevt ve ölüm sekarat, ölüm öleydiği vaktimizde kedidan hoşsizlik ehvallah var. Bunun üstüde galibe kılışkan bana yardım versin ya Allah. De men muşu duanı çok kanti. Anda vanıken mene bir adam aşağı kesalık eğer acile yakılıp çıkılan bolsa, bek kıyınıp açtakkan bolsa, men muşunda dua kısa neme o durur. Ölümde tilap kamışı bulmaydı. Yani aman ülke kalmaz Allah beni muşu ahirk hayatımın üzerinde sekaratımı vakırap, cağırap, kıyınıp undaklaşımı saklısı Allah. İşte gara cennemde bir asalık asıla dese o nime mesken, hata emesken, o doğru iken. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين